offline kursdagi o'quvchilarimga o'tgan darsda konuşma bo'ldi. Ular gapirishyapti, 3 ta xatoni takrorlashyapti. Shulardan birinchisi deymiz, bu çok, birçok yoki birkaç shu kabi so'zlar bor. Birinchi xato shunda chiqyapti. Endi ikkinchi xato bu için degan so'zda. Uchinchi xato chunki degan so'zimiz bor. Mana shunda chiqyapti. Ya'ni top 3 xato. Aynan mana shu ikkinchisida o'zim ham imtihonda xato qilganman, konuşma bo'limida va birinchisida ham, ikkinchisida ham, uchinchisida ham deyarli 100% o'quvchi xato qiladi va aynan imtihonda ham xato qilishadi. Xo'p, endi bularni tahlil qilamiz. Birinchisi nima uchun xato qilinadi? Misol, men ko'p aytaman, o'zi dastlabki misol kursga bordingiz, dastlabki darsda shu mavzu o'tiladi. Ya'ni lar qo'shimchasi o'tiladi. Endi lar qo'shimchasi bevosita bog'liq miqdor so'zlari bilan, sonlar bilan. Shunday qoida bor. Lar qo'shimchasi miqdor so'z bilan birgalikda qo'llansa, ya'ni miqdor so'z bog'langan so'zda lar bo'lmaydi. Misolda tushuntiraman. Birçok inson. Qaranglar, birçok inson. Misol keldi deylik. Bizga mana shu joy kerak. Misol birçok miqdor so'z bo'lyaptimi? Endi siz bu yoqqa kelib insonni asiga qarab turib, lar desangiz xatoda, birçok insonlar xato bu. Chunki birçok insonni miqdorini bildirdi. Demak, siz o'chirishingiz kerak mana bularni. Endi bu birinchi xato chiqyapti. Endi ikkinchi xato qayerda? Ikkinchi xato için. İçinda qanday xato chiqadi? Misol, başarılı olmak için deymiz. Olmak için davom kerakmaydi. Muvaffaqiyatli bo'lish uchun, misol qanday? Başarılı olmak uchun deb yuborishadi. Men o'zim ham imtihonda ishlatganman. Misol uchun eng sevgan filmingiz nima deb tushgan adashmasam, eng sevdiğiniz film hangisi edimi? Shunday savol. Xo'sh, men gapiryapman. Bexosdan aslida için degan to'g'ri, men uchun deb yubordim-da. Mana shu uchun xatoda. Endi u konuşma bo'limida misol bexosdan uchun deb yubordingiz, qaytib için deb o'tsangiz bu to'g'ri bo'ladi. Bu juda noto'g'ri hisoblanmaydi, chunki xato qilib yubordingiz, bilindi, u qaytib to'g'riladingiz. Lekin uchun deb o'tib ketish bu noto'g'ri. Ya'ni xato qildingizmi, qaytib to'g'rilashingiz kerak. Mana bunda uchun emas, için deb aytishingiz kerak. Ya'ni biz kundalik hayotda juda ko'p uchun deb ishlatamiz. Shuni hisobiga bexosdan turk tili o'rganayotganda yoki gapirayotganda yoki imtihonda uchun deb aytib yuboramiz. Demak, uchinchisi bor. Chunki. Mana shu baraka topkurlar ki deb aytiladi. Ki deb aytiladi. Endi bu xatoni qayerda xato qilamiz? O'zlarimizni chunki deb yuboradilar. Chunki, ya'ni gapiryapti. Chunki deyish biroz noqulay. Haqiqatan noqulay bu. Bir tomondan ikkalasi, undan keyin ki bor. Biroz noqulay chiqadi, aytish keyinroq. Bemalol chunki deb yuborishadi. Ana konuşma bo'limida yana bitta muhim xato bor. Ya'ni siz chunki, ya'ni ki deb aytishingiz kerak. Va mana bu nuqtali ularni chunki, için. Endi bular bilan siz mana shunday larni qo'llamasligingiz kerak. Mana shu uchala xato konuşma bo'limidagi eng ko'p qilinadigan xatolar hisoblanadi.